Xitoyga nisbatan jinoyat gumonlari. Hammasi shu qor tizimiga kirib bo'ldi, tamg'urilib bo'ldi. Faqat shu ijro qilish vaqtilam aldı keyni bo'lmoqda. Men buni necha qitimliq söhbetimda shunda dedim, bütün dunyodagi Uyg'urlarning mayli u partiyasi, partiyaga kirgan partiya a'zosi olsun, mayli Xitoyga ishlayotgan g'olchisi olsun, mayli u muajirat yashayotgan bir normal Uyg'ur olsun, yoki bo'lmasa siyosiy tashkilotning a'zolari yoki siyosiy faoliyatchi olsun, Xitoyga nisbatan shu hammasi shu, hattoki bu vaqt bolalarimizdan tortib shu Uyg'ur ismlikning hammasi Xitoy uchun shu dushman bo'lib bo'ldi. Faqat buning ijro qilinish vaqti oldi keyin. Hozir Xitoy aldı bilan kimni dushman qilib to'nayotdi? Dinni aşqullar deb islom diniga e'tiqod qilayotgan, dinni aqidasi kuchli, maydoni aniq, jo e'tiqodi mustahkam bo'lgan Uyg'urni jo avval yo'qotish tizimligiga kelib, yo'qotish nishoni qilib, bularni yo'qotyapti. Bular yo'qolib bo'lgandan keyin ikkinchi navbat kim keldi? Milliy siyosiy kuchli kadrlar, milliy g'ururliq millatchi degandek ulug' keldi. Undan keyin normal Uyg'ur oxirida hammani yo'qotib shaklda yo'qotib tugatdi degan gap. Bacho bizda yaxshi hozir umumlashayotgan bir idea. Ya'ni Xitoy tajovuzlarini dushman deb tunish, Sharq Turkistonni Xitoy tajovuzlari tarafidan besimlangan zamin deb tunish, Uyg'urlarni Xitoy dushman, Sharq Turkiston xalqini Xitoy dushman deb qor tizimga kirgizib bo'ldi degan narsani aniq tunish masalasi xalqimizda bir xil tunish masalasi o'rtaga chiqdi. Ya'ni ideya birligi keldi degan. Va Xitoy rasmimizning tajovuzchimiz ekan degandek narsaga kelib, bu to'g'risida munozirlar, bu to'g'risida WhatsAppdagi suhbatlar, bu to'g'risida ba'zi bir Facebook bo'lsin, bu to'g'risida Xitoyga qarshi she'rlar bo'lsin, yozmalar bo'lsin, belgilik derecede yo'qdan barliq keldi degan. Buningla bilan yo'qdan barliq kelgan kichkina narsani Xitoy angib kelmoqda. Xitoy ham siz deb ketganga o'xshash Xitoy tajovuzlari to'r bexatarligini o'ziga eng cho'ng tahdid deb hisoblaydi. Xitoy bilimiz Xitoy to'rni Sharq Turkistonni qanchalik qamal qilganligini. Tushunami? Xo'sh. To'rni masalan WhatsApp ishiltanmaydi, Facebook ishiltanmaydi, YouTube ko'ranmaydi. Bunchalik qamal qilganligi sen yana nimadan qo'rqsan? Sen şunda güçlükten, şunun böyle de bizden meydan uğravatdın, iqtisadım mening yükselivatdı, davatatdın. Sen şunda xalqını paravan qılvatatdın özünün ağzıda. Şunda Sharq Turkistonda xalq yanına ait inaq ittifaqdı. Amsa bundan nimiş qo'rqsan? U yerdagi adamga 35 milyon odamni sen turmaga olalapsan. Ama Sharq Turkistonning sirtida 10 mingga bormagan adamning bu bir yerga kelib buni munozara qilishidan nimiş qo'rqsan degan savol paydo bo'ldi. Demak, meyli 10 mingimiz qilayli bu fikrni, meyli mingimiz qilayli Xitoy uchun bu haq da'vo bo'lg'achqa, Xitoyning o'zining qilayotgani yolg'on bo'lg'achqa, azmin ishg'ol qilingan bo'lg'achqa, azmindagi xalqning o'zini kontrol qilgan bilan ideyasini kontrol qilolmag'achqa Xitoy bundan ansirayapti. Shu buni tahdid deyapti. Abi siz deganga o'xshash bu yerdan kirgan har bir uchur, har bir munozira bu Xitoy uchun eng chong xavf olib keldi. Bunday xavfning Xitoy zo'rayib ketishini, kuchlanib ketishini har qachon xohlamaydi. Shunlashqa to'rdan har qachon hazar aylaydi, har qachon bizning masalan Facebook'dagi munoziramizga yili bizning Facebook'imizni o'chirib yetadi, yili muqaddas Uyg'ur davlatidamdi, ya'ni bijnimi Tangirtaq ishchisi deydi degandek niqoblaqliq Xitoyning josuslari yili birdam har xil bizga nima bo'lmagan selbiy uchurlarni taqtib endish paydo qilgan gap so'zini taqtib ba'zi bir insonlarimizning bu yerda endish paydo qilib vahima qilib tirishadi. Ya'ni Xitoyning o'zining noiti chet elga kuchaydiganligini, chet elda shunday Uyg'urlarning og'zini yumdira oladiganligini, bularni besiqtira oladigan to'g'riliqcha bu shaklda harakat ilib berishga tirishayotdi. Ammo bularning harakatiga nisbatan masalan bir Tangirtaq ishchisiga nisbatan bizning 10-100 odamcha inkos etib buning og'zini to'qlash, buning shikoyat etish qatorliq ishlar xalqimizda buning qarshilik harakatlar bo'ladi. Bundan hech qanday pisat qilmagan, gap qilmagan bo'lsa hozircha buning nisbatan norozilikni ifodalaydigan bo'ldi. Hech bo'lmagan inkos etib bo'lsin-chi. Sen nima ish qilyapsan, nima deyapsan? Sen bizni nima ko'ryapsan degan o'xshash iboralarni ishlatib xalqimiz buning qarshilik ifoda. Demak, xalqimizda paydo bo'lgan bu qarshilik Xitoyga nisbatan tahdid. Bu ideya birligi Xitoyga nisbatan tahdid. Xitoyning eng qo'rqadigani bu. Xitoyning bizning qurol tutib ketishimizdan, necha yuz askarimiz, necha ming askarimiz bo'lib ketishdan qo'rqib ketmaydi. Necha ming odamning ideyasining birlikka kelib ketishidan qo'rqaydi. Şunun için bununla bizim ittifaqlığımız bozuldu. Bizning u jamoat bu jamoatni kala so'qashtirishga, u tashkilot bu tashkilotlarni bir-birisiga pishta pasat taqtishga, masalan, o'tirdagi odamlar orqali bu orliq birligimizni, ittifaqligimizni buzishga, seni millatchi, sen islomchi, sen demokratchi, ya'ni bizim nimichi deganga o'xshash do'ppilni Xitoy kashf qilib qo'yadi.
Bizde onda ayrımcılık yok. Biz hemimizin çoğu bir yüzümüzden bağır kerindişimiz, bizden çoğu milletdişim, kerindişim, vatandişim dep çoğu bağrımızı besiyatımız. İnşallah Xitay muşu bağrımızın basılgan işini çoğu bizni çekleş. Bizni çoğu aramızı jiraklaştırış. Hatta ki bazı bir WhatsApp, bazı bir yak yığılganlığın çoğu. Hatta ki meclisi dedim ama ben Facebook'takini kısa bazı bir Xitay kırmızı sen casus ekansa ya Xitayning adamı ekansa degan o'xshash mana ayna bir gap so'zlarni izlashqa bizga psixik jihatdan hujum qilish, bizni cho dilg'uldi qilish, bizni cho shunday bir narsalar orqali hujum qilib zehnimizni quritish, zehnimizni bilish uchun harakat qiladi. Ammo bunga nisbatan bizning tayyorligimiz bilan bu maydonga nihoyatda o'zimiz planlarimiz bilan nihoyatda yaxshi nimimiz bilan chiqdik bu yo'lga. Undan chiqqandan keyin bu yo'lda azramaydi. Ammo mushu yo'lda dilg'il bo'layotgan ba'zi bir masalan Dunyo Uyg'ur qurultayini tillab chiqdi, To'lqin Aysani unda buni chiqib böyle salbiy o'zining shaxsiyatiga nima deb chiqdi. Hattoki o'tgan Abduqodir Yapchankam to'g'riliq oilasi onda amanda degandek gap so'zlar nimishqa bu yerda shundaq siyosiy faoliyatlarimizni obrazini xunuklashtirish. Yangi ko'rganimizmi bu rasmi yolg'on, bu normal bir insandı. Ama Xitayning jasusi deb ismi yozmaydi. Shunda aylangan yolg'ondek bir ismni, o yo'g'im da muqaddas Uyg'ur davlati demdi o'zicha birimini yozib ayna bir qamlashmagan mantiqiy Uyg'ur ekanmigan bir Xitayning jasuslari shu shaklda harakat qilib nima deganda bizni xunuklashtirish ba'zi bir siyosiy faoliyatlarimizni. Ana keyin siyosiy davarimizni bo'lish, ana keyin bizni ittifoqsizlik birlik bo'lmaslik jihatiga vahim panda qilish, ana keyin bo'lish harakat qilish uchun ba'zi bir gap so'zni sharkatni pishmasan taqdi deb o'ylayman. Deganda Xitoy yana bir darajada mushni ishlatsang bo'lmaydi. Sen dindan chiq degandan bishartam. Bundan boshqa narsa yo'q. Dindan chiq, dini yo'qmi? Lekin madaniyat usul deb o bizning diniy zotlarimizni chiqib usul o'yinchishi. Diniy zotlarimizni Xitoyning bayrog'i haftaning birinchi kunida shunga bosh egdirishi. Diniy zotlarimizni her xil aroq sharab so'rlarga ekilishi, hattoki qizlari bolalarning farzandlarining to'yda aroq tatmasicha ularni jazolashining hammasi nima? Islom diniga bo'lgan qarshilik bu. Shuni bahona qilib turib islom dinini yo'q qilish Sharq Turkistonda. Endi Xitoy Sharq Turkistonda islom dinini musulmonlarni taltukis bundan chiqishga kuchi yetmaydi. Ammo qanday qiladi deganda ABMqdek vositalar orqali bo'lak-bo'lak darajada Bıraklam İslam dininden çıktı o nimene siyasetine, o rejimini yürütülmeydi. Dünyadaki İslam devletlerinin çok karşılıklı okup gidiyordu. Hem de Xitayning menfaati çok dünyadaki O'rta Sharqdagi en İslam eller bilan çok Suudi menfaati naiti yuqori darajada. Bunga ta'sir etib ketmasligi, xalqarodagi İslam tashkilotlarining çok buning cheklimasiga, buning zarbasiga uchrab ketmasligi uchun bu yepiq shaklda yani man işletsang bo'lmaydi, ma iborani işletsang bo'lmaydi, ma islomning nimasini qilsang bo'lmaydi, yolg'iz cheksang bo'lmaydi, yeblansang bo'lmaydi degandekcho shartlar bilan bu yolg'iz menda ayrim yolg'iz shu masalaga qartilgan shaklda bu islomni yo'q qilishning dastlabki bosqichi. Ya'ni islomning yo'q qilishini ijro qilish bosqichida bevosita islomni yo'qotish uchun elib beriladigan nishon. Albatta. Shu bizning islomni tushunganligimiz, islomni haqiqiy özümüzge nima qilib bu iymonni qural qilganimiz uchun Xitoy uchun bir xavf bo'layotdi. Bizga ruh nereden kelyapti? Bizga nima nereden kelyapti? Kuch nereden kelyapti? Allohdan kelyapti ya. Uning uchun bu biz kelayotgan shu ruhning manbasini uzish. Ya'ni islomning manbasini uzish, qalbimizdagi iymonni yo'q qilish. Buning uchun pashxalarni qonunlashtirib beryapti. Shundami? Aroq sharoblarni musobaqalashtirib ishkizyapti. Shundami? Anandan keyin ayollarni yalang'ochlab ko'chaga chiqaryapti, shundami? Tansi o'ynashga majburladi, shundami? Faqat dinga xilof bo'lgan ishning hammani qonunli qilib bizga ijro qilib 100 kunlik madaniyat kuni deb kun varmanda. İsmi medeniyet. İsmi medeniyet ama bizim medeniyetsizleştirish, bizni dinsizleştirish uchun qilayotgan bir tadbiri buning. Faqat buni biladi. Faqat bu ruh, bu Sharq Turkistonda Xitoyga qarshilik qilayotgan pidoliyatga kuch bu nereden kelyapti? İslam dinidan kelyapti. Ya'ni buni ruh qilyapti. Uning uchun bularning ruh kelish manbasini yo'q qilishimiz kerak. Bularning uchun bularga ruhi uzuq bo'layotgan, bularga nima jihatdan, har jihatdan ruh bo'layotgan bu islomning uchun nimasini yo'q qilish kerak. Endi Qashqar Yangisada 15 jamoati 15 ga yetmagan masjidlarni pechatlab chiqishga
nim qilibdi. Endi bu chiqishni oldida qanday qildi? Masjidga 18 yoshdan kirganda kirish bo'lmaydi dedi. Masjidga partiya a'zolari kirish bo'lmaydi dedi. Masjidga kadrlar kirish bo'lmaydi dedi. Masjidga xizmatchi xodimlar kirish bo'lmaydi dedi. Masjid kim kirdi hamda? Dixonlar kiradi, dixonni yig'ilib ayada uyinish qildiryapsa. Endi kim kirdi masjidga? Shu 15 ga to'shmasini keldi, 15 ga to'shma deb chaqirgan ekan. Bu masjid adam azlab ketdi. Masjid kirdigan adam yo'q. Uning uchun bu masjidning tug'ini chaqqanimiz yaxshi deb yangi so'da bu ijro qilinib bo'ldi dedi. 8-oydan boshlab bu qonunni ijro qilindi. Demak nima deganda bu yangi so'da boshlangan narsa Qashqarning boshqa noyalariga ham yetkiladi degan gap. Uning deganicha Xotanga boradi, undan keyin Oqsuqqa boradi. Anan deganicha asta-asta shimolga keladi. Bu nima deganda paydin-pay shakllikcha bizni yo'q qilish. Hammasi shu oq ko'rinishida shu va bizning shu ilaqa ballani to'liq o'tirib akirimiz deb ichkirda to'liq o'tirni o'qitishning dastlabki nima shu nima? Shu xitoylashtirish maqsadi. Xitoylashtirish maqsadi dinsizlashtirish shu. Shu islom dinini ayada gapirib yo'q qilish, islom degan narsani shu idisini yuvib tozalash, uning uchun ashada Xitoy muhitida bularga Xitoyning muhiti orqali ta'sir qilib bularni dindan chiqarish, bularni ashim muhitidan islom muhitiga malisidan islom muhitiga oilasidan ayirib tashlash. To'g'ri. Apirib bu yerda xitoylashtirish. Kelgandan keyin yo'qlan bir mansabni berib qo'yibchi, uni uzish uchun mangulik xizmat qildirish. To'g'ri. Bu orqali hali degan o'zi degan mangulik abadiy amallik yetish. Unda yetkili bo'lmaydi. Sharq Turkiston xalqining ma'lum qismini qilgan bilan men ma'lum qismi Allohning izni bilan yana yetilib chiqadi. Bu Allohning dinini hech kim toki Alloh qiyomatgacha va'da qilgan o'yinchi buni yo'q qilinmaydi. Xitoy bu yo'q qilinmaydiganligini biladi. Ammo nima ish qiladi deganda bizga vaqtlik o'z amallikni setilish uchun mablag' so'rayotadi. Manda tushunsak bo'ladi. Qilayotgan yoki bo'lmasa nuqtalik bo'lib qolib qolgan manda insonlarnikining shaxsiy uchurini egallash ehtimolligi bor. Shuning uchun shu ishlarni berib qo'ymaslikka tirishish kerak degan gap oyadiki top tutugan insonlarga vahim bo'lib ketganda Alloh bizning bu top tutug'imizni Xitoy vatan kirib chiqadigan tursak, tilpini qo'yib qo'ysak bizning kirgandik anda var qilgan. Unda yo'q qerinishim, unda ahvol yo'q, unda qo'qib ketishning ahvoli yo'q. Faqat siz shu gapga, shu ishni o'zingizning to'g'ri tahlil qilib, shu vatan sirtidimi, shu Sharq Turkiston degan ismni to'g'ri qabul qilib, to'g'ri iste'mol qilishingiz kerak. Agar buningchilikmi qo'qib ketsangiz, buningchilikmi nima qilib ketsangiz, siz iymoningizni o'zingizning Sharq Turkistonlik kelguncha bir tekshirib baqsangiz bo'ldi. O'zingiz bir isloh qilib baqsangiz bo'ldi deymiz hamda qarindoshlarimiz.